Mana hech qanday hali ventilyatorni ham qo'yganman. Ventilyator joyiga salgina teshib havo berib qo'ydim. Hech narsa berganim yo'q. Mana. Eshikni ko'ringlar. O yopmay turing. Mana kay. Telefonim qizib o'chib qolyapti, yaqinlashtirsam. Mana shu chiqayotgan par ovozi bilmadim, eshityaptimi yo'qmi qaynagan. Tutun ham quyoshga yaxshi ko'rinmaydi ekan. Mana tayyor bo'lgan ishda. Shar bilinmaydi hozir quyoshda. Uzoqroqdan bilinmasa, bu yoqdan bilinar ekan. Bu chiqayotgan tutun emas, bu par bu. Mana turbadan chiqayotgan tutun sezilmaydi mana. Tez kunlarda mana olib borib o'rnataman. Mana akalar, ukalar. Hamyurtlar mana shu narsani yasadi. Mana ahvol. Mana shunday narsa bo'lib qolyapti mana. Mana sizlarga oddiy. Qanday bo'lyapti? Yaqin olib borganga telefon qizib ketib o'chib qolyapti. Bu xonadonga ulanmagani uchun mana shuni yo'q kerak. Qach sachraydi. Xonadonga ulasa mana bu 500 kvadrat, 600 kvadrat, 700 kvadrat degan narsani bilmadim. Mana shunday bo'lib ishlab qizib ketaveradi. Mana akalar kichkinagina o'tin. To'kdi, qo'ydi, qoldirdi.